Azizlar, bizda Nexia avtomobiliga 90 litrlik metan gaz balon o'rnatildi. Yili, mashinaning yili 15 sotiladi. 5,5 ming bo'lsa berib yuboriladi. Mashinaning holati ideal. Mashina qancha yurgan? 67 ming. 67 ming probeg yurgani. Gibrid motori chanaga emas, ugonlikka akkuratni qilib o'rnatib berdik. Mana oldi jihozlari, mashinaning holati. Bu Nexia sotiladi. Akalarimizni raqamini videoni ostida joylab qo'yamiz. Mana Nexia'mizning holati, motorining holati mana idealniy. Hamma joyi radnoy. Oladiganlar bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Gaz qo'yib beryapmiz, yangi. Gaz o'rnatib beryapmiz. Bizga keldi. Bu Nexia sotiladi. X2 kuzov 16. Mashina yili 15. Salonlarigacha mana ko'rsatib o'tamiz. O'zini radnoy, sidina hammasi radnoy. Mana olganlar maza qilib minishadi. Yurgani 18 ming. Legenda mashina, legenda. Endi qancha? 67 ming probeg. Kuzov 16 ekan. Zapravочныйgacha, reduktorigacha hammasini original sifatli qilib o'rnatib berdik. Mashina lekin menga qarab. Vobshe zo'r ekan. Menga qarab. Mana shu video 100 ming like to'plasa bir kunda $200 men nomimda. Ana. Mashinamiz lekin nihoyatda zo'r ekan. Juda ideal. Sifati zo'r mana, mashina ham shunday zo'r turibdi. Mana bu yoqda Cobalt avtomobillarimiz bor. Metan gaz o'rnatish jarayoni boshlanmoqda. 90 litrlik Vicor brendi ostida ishlab chiqariladigan metan gaz balonlarimiz hali plomboda turibdi. Azizlar ko'ringlar. Bizda hammasi ro'y-roz, yolg'on yo'q. Eng sifatli komplekt jihozlar bilan o'rnatib beramiz kelsalaring. Bunga qo'yiladigan zapchastlar 2 o'mlik Italiyada ishlab chiqarilgan rail farsunka, juda ham sifati yuqori bo'lgan farsunkalarimizdan. Bu tomonda ham Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balonni o'rnatib berganmiz. Reduktoriga keladigan bo'lsak, original reduktorini o'rnatib berdik. Farsunkasi rail 2 o'mlik tezkor farsunkalarimizda. Azizlar, bularda birga bor bu Xitoy variantlari ham chiqib ketgan hozir. O'sha jihatlarga ozgina e'tibor berishlaringni so'rab qolamiz. Bu yoqda miyasini Stack Gofas 200 miyasi bilan o'rnatib berildi. Bu Cobaltlarimizga 90 litrlik 4-paketli original variantini 4,6 mingdan o'rnatib berdik. Kesalaring sizlarga ham bonusi bilan kelishtirib chiroyli qilib o'rnatib beriladi azizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida. Bizda qisqacha manzilimizni tushuntiradigan bo'lsam, bu yog'i Betonkadan kelishda 18 kilometrda, Sardobadan o'tganda Qon bozordan o'tib, to'g'ri Gulistonning ichiga 18 kilometr yurib, mana shu ko'prikchadan o'tib kelsalaring bo'ladi. Yevropa gaz servis ishxonamizga eng sifatli jihozlar bilan o'rnatib beriladi. Bu yog'i Toshkentdan kelishda svetofordan burilib 1,5 kilometrda bitta qayrilib olish, ya'ni nazorat bor. Shu ko'prikchadan yana kelishlaring mumkin Toshkentdan kelishda. Azizlar, bizda yolg'on yashik gaplar yo'q, hammasi ro'y-rost. Siz tanlagan komplekt jihozlar bilan o'rnatib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yevropa gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi.